Assalomu alaykum akalar, sizlar sog'liqli charchamayapsizlarmi? Akalar, bugun yangiligimiz qaroqchini ushladik. Bunisi uchinchisi. Uchinchisi akalar. Bunisi. Marhalaygan omaka. Masallachi. Buni ham endi xolos o'zaro qolib tashlab kelamiz. O qarasi qaranglar. Sizlardan ushlab joy yo'qotamiz. Jonga tegishdi. Kaptarlarni qironini keltirganlar shular ekanda. Bir dona mishiq olsa bilinmaydi-ku. Serob bo'lib ketibdi. Qaynab ketibdi. Akalar, qiziquvchi aksiyalarimiz juda ko'p aloqaga chiqyapti. 170 mingga 13 ta kaptar ko'p bo'ldi. Xudo xolasa mana qishlar kelib, mana qorlar ham yog'ib, yotlar ham ko'payib qoldi. Qiziquvchilarga akalar yig'ib berilaveradi. Agar rostmona qiziqayotganlar bo'lsa, zaklad asosida ish qilamiz. Juda ko'p odam zaklad bermasdan aka menga to'plab bering, menga qilib bering deyapti-yu, lekin to'plab berganimizdan keyin hijolatchilik bo'lib, yo telefonni ko'tarmayapti, yo boshqa olmayapti. Shuni hisobiga zaklad tashlab bersanglar 20 so'mdan yig'ib beramiz. Qiziquvchilar bo'lsa, bemalol kartonlar tashlab beramiz. Nomerlarimiz 99 222 0370. Aloqaga chiqarasizlar. Aksiyalarimiz bor, xudo xolasa chiroyli qilib, zov qilib yig'ib beradi. Xudo xolasa o'shalarga kaptarlarda ko'rilayotgani ham bor, ko'rilmayotganlari ham bor. Eng kamida 10 tadan sotiladi. Bo'ldi, aka yig'ib beravering degan aksiyalarimiz bemalol telefon nomeriga aloqaga chiqib, Telegram orqali karton nomerlariga pul surib bersanglar